Assalomu alaykum saboqdoshlar. Hozir biz sarf darsimizning ikkinchi darsini o'qiymiz. Biz ilgirki soatlik darsimizda sarf ilminingki prinsiplarining bayoni haqida to'xtaldik. Uningdan keyin so'zning taqsimotlari, ya'ni so'zning ism, fe'l, harfdan iborat 3 qismga bo'linadiganligi va uning alomatlari haqida to'xtaldik. Hamda biz bugungi darsimizda taqsimul asma, ya'ni ismlarning qismlari ve taqsimul af'al, fe'llarning qismlari haqida to'xtalamiz. Nima uchun? Chunki biz bugungi darsimizda sarf ilmi mutasarrif fe'l va mu'rab ism haqida to'xtaldik dedik. Biz mutasarrif fe'lning nima ekanligini bilish uchun fe'lning taqsimotini, qismini bilishimiz kerak. Mu'rab ismni bilishimiz uchun bu ismning qismlarini bilishimiz kerak. Shuning uchun biz bugun taqsimul asma, ismlarning qismlari, ya'ni bo'linishi ve taqsimul af'al, fe'llarning taqsimi, ya'ni bo'linishi, qismlari haqida to'xtalamiz. Oldi bilan biz taqsimul asma, muqaddima fi taqsimul asma, ismlarning taqsimoti to'g'risidagi muqaddima. Bu haqda so'zlaymiz. Endi biz oldi bilan qisqacha bir tushunsak, ismlar, arab tilidagi ismlar cho'ng jihatdan ikki qismga bo'linadi. Birinchisi mu'rab ism. Bu sarf ilmi to'xtaladigan qismi. Yana birisi mabni ism. Bu qism bilan sarf ilmining aloqasi yo'q. Unda o'sha mu'rab ism degan qanday ism, mabni ism degan qanday ism deganda, mu'rab ism deganimiz oxiri o'zgaraydigan, ya'ni beshiq kelgan omillarningki xilma-xil bo'lishi bilan oxirisi shuni o'mas holatda xilma-xil bo'ladigan ismlarni biz mu'rab ism deymiz. Mabni ism degancho, mabni ism degan qurilib ketgan beshiga qanday omil kelsin, jumladagi o'rin nima bo'lib kelsin, bir xil o'zgarmas ismlarni biz nima deymiz? Mabni ism deymiz. Masalan, hada desak, bu hada arab tilida mushu xil holatda ham keladi. Hadu yoki hazi deb ya pash yoki zirlik holatda çok kelmaydi. Faqat hada. Buni biz o'zgarmas mabni ism deymiz. Rajulun desak, ba'zi o'rinda rajulun deb keladi, ba'zi o'rinda rajulin deb keladi, ba'zi o'rinda rajulan deb keladi. Demak, beshiga kelgan omil, beshiga kelgan harf, qo'shimcha nimani taqozo qilsa, oxirisi shu bo'yicha bo'ladi. Mana beshiga kelgan omillarningki xilma-xil bo'lishi bilan uning oxirisi xilma-xil bo'lgan ismlarni biz nima deymiz? Mu'rab ism deymiz. Endi biz kitobimizning mazmuniga kirsak, tanqasimul asma ila qismayn deydi. Ismlar ikki qismga bo'linadi. Birinchisi al-asmaul mutamakkina. Mutamakkin ismlar. Mutamakkin ism deganimiz shu mu'rab ism shu. Mutamakkin bilan mu'rab ism ikkisi bir deb tushunsanlar bo'ladi. Bu mutamakkin ismlar degan nima degan gap deganda, va hiyal asmaul mu'raba allati tatagayyaru akhiruhu bi ixtilafil awamil. Mutamakkin ismlar deganimiz o bi ixtilafil awamil degan qaranglar. Omillarning xilma-xil bo'lishi bilan akhiruhu, uning oxiri o'zgaraydigan mu'rab ismlar deydi. Va hiyal asmaul mu'raba, o mu'rab ismlar bo'lib, allati tatagayyaru akhiruhu, uning oxiri o'zgaraydigan omillarning xilma-xil bo'lishi bilan. Ya'ni omillarning xilma-xil bo'lganligi uchun uning oxiri o'zgaraydigan mu'rab ismlarni biz deymiz, mutamakkin ism deymiz. Masalan, kitobun, Muhammadun, Xolidun, babun. Buni biz mu'rab ismlar deymiz. Nima uchun? Bu beshiga kelgan omillarningki xilma-xil bo'lishi oxiri xilma-xil bo'ladi. Masalan, Muhammad degan so'zga lam degan bu harf jarna kirsak, li Muhammadin bo'ladi. Buni biz mubtadalik o'rinda, pashk o'rinda qilsak, pash bo'ladi. Maf'ulun bihlik o'rinda zivar qilsak, masalan, ra'aytu Muhammadan. Demak, bu yerda nima qildi? Zivar qildi. Kitobun shuningga o'xshagan, Xolidun shuningga o'xshagan, babun shuningga o'xshagan. Ya'ni oxirisi bir xil holatda turmay o'zgarib turadigan. Jumladagi o'rni beshiga kelgan qo'shimcha nimani talab qilsa, shu bo'yicha o'zgaradigan ismlarni biz qanday ism deymiz? Mutamakkin, ya'ni mu'rab ism deb ataymiz. Endi ikkinchisi al-asma g'ayrul mutamakkina. Ya'ni mutamakkin emas ismlar qaysi deganda u mabni ism. Mabni ism degan qanday ism? Va hiya al-asmaul mabniya allati la tatagayyaru bi ixtilafil awamil. Omillarning xilma-xil bo'lishi bilan uning oxiri o'zgarmaydigan mabni ismlar mutamakkin ismlar bo'ladi. G'ayri mutamakkin ismlar bo'ladi. G'ayri mutamakkin ismlar bo'ladi. Mesela keyfe, meta,
allazi haula'i hada ana nahnu anta deganga o'xshagan mana bular nima bo'ladi? Mabni ismlar bo'ladi. Biz buni Durusul Lug'at Arabiyyaning 3-qismining 1-darsida biz buni o'rgandik. Demak, o'zgarmas, qurilib ketgan, oxiri o'zgarmaydigan ismlarni bo'ldi, mabni ism bo'ldi. O'zgarishchan, oxiri xilma-xil bo'ladigan ismlarni bo'ldi, mu'rab, ya'ni mutamakkin ism bo'ladi. Endi sarf ilmi qaysi turi bu sarf ilmi munosabatlik deganda malhuda. Zahat ilmu sarf ilmi la yahtamu illa al-asma al-mutamakkina. Faqat sarf ilmi mutamakkin ismga ahamiyat beradi. Ya'ni uning ko'ngil bo'ldig'ini qaysi mutamakkin ism. Mabni ismga biz tegish qilmaymiz. Unda bo'lsa biz bu mazmunlarni ixchamlasak, al-asma ismlar ikki qism bo'ladi. Birisi mu'rab. Mu'rab degani nima edi? Ma yaxtalifu axiruhu bi ixtilafil avamil. Omillarning xilma-xil bo'lishi bilan uning oxiri xilma-xil bo'ladigan ismlar. Masalan, jaa Muhammadun. Muhammad nima qildi bu yerda? Pash. Nima uchun? Jaa degan fe'lning fa'ili bo'lganligi uchun. Ra'aytu Muhammadan. Ham ustida pash o'qilgan Muhammad bu jumlada Muhammadan deb zo'r o'qildi. Nima uchun? Chunki bu yerda ra'aytu degan bu fe'l fa'ilning maf'ulun bih so'g'achqa zivarlik o'rinda zivar o'qildi deymiz. Sallamtu ala Muhammadin. Muhammadga salom qildim. Endi bu yerda Muhammad nima o'qildi? Zivar o'qildi. Nima uchun? Ala degan harfi jarning kirganligi uchun nima o'qildi? Zivar o'qildi. Demak, birinchi jumlada pash, ikkinchi jumlada zivar, uchinchi jumlada zivar o'qildi. Chunki har jumla shu hozir o'qilgan holatda o'qilishni qanday qildi? Talab qildi. Jumlalik o'rni shuni talab qildi. Demak, jumlalik o'rni talabiga asosan o'zgargan ismni bo'ladi, mu'rab ism bo'ladi. Ikkinchi qismi qaysi? Mabni ism, ya'ni g'ayri mutamakkina ism. Bu mabni ism degan qanday ismda? Ma la yaxtalifu axiruhu bi ixtilafil avamil. Omillarning xilma-xil bo'lishi bilan uning oxiri o'zgarmaydigan ismlar. Masalan, jaa haula, ra'aytu haula, sallamtu ala haula. O'xshash yuqoridagi jumlaga, mu'rabga kelgan jumlaga o'xshash. Ya'ni birinchisi pashlik o'rinda, ikkinchisi zivarlik o'rinda, uchinchisi zirlik o'rinda. Bu mabni ism haula mabni o'g'achqa qaysi xil unda bo'lib kelsa uning kori yo'q, faqat bir xil holatda keldi. Mana bu o'zgarmas ismlar, ya'ni mabni ismlar. Mana bu ismlarning taqsimoti haqidagi muqaddima. Endi bizningki bugun darsimiz bo'lgan sarf ilmiga munosabatli qaysi? Mutamakkin ismlar. Endi biz sarf ilmini yana nima haqida to'xtaldik? Mutasarrif fe'l haqida to'xtaldik dedik. Unda bo'lsa mutasarrif fe'l degan nima deganda biz buni bilish uchun fe'lning qancha qismga bo'linadi? Buni bilishga to'g'ri keladi. Muqaddima fi taqsimil af'al. Fe'llarning taqsimotidagi muqaddima deydi. Tanqasimul af'al ila qismayn. Fe'llar ikki qismga bo'linadi. Cho'ng jihatdan ikki qismga bo'linadi. Birinchisi mutasarrif fe'l. İkincisi o jamid fe'l. Mutasarrif fe'l degan qanday fe'l desa, buning o'zini chiqib turibdi, turinadigan fe'l. Ya'ni buningdan mazi, muzari, amri chiqadigan fe'llarni biz deymiz, mutasarrif fe'l deymiz. Masalan, kataba, yaktubu, uktub, daraba, yadribu, idrab, idrib deganga o'xshagan shunday turinadigan fe'llarni biz deymiz, mutasarrif fe'l deymiz. Deydi, tanqasimul af'al ila qismayn. Fe'llar ikki qismga bo'linadi. Birincisi al-mutasarrifa, mutasarrif fe'l. Wa hiya allati tatasarrafu fil madi wal mudari' wal amr. O mazi, muzari va amrga turinadigan fe'l. Va tu'khadu minha al-mushtaqqat. Va undan mushtaqqatlar ilinadi deydi. Ya'ni mushtaqqatlar degan qaysi? Biz uni tuanda so'zlaymiz, ya'ni mushtaq bo'lgan ismlar, ismi fa'il, ismi maf'ul, ismi alat, ismi zaman deganga o'xshagan mushtaq ismlar qanday qilinadi? Bu mutasarrif bo'lgan fe'llarni qanday qilinadi? Ilinadi. Masalan, kataba, yaktubu, uktub, katibun, maktubun, maktabun. Kataba fi'l madi, yaktubu fi'l mudari, uktub fi'l amr, katibun ismi fa'il, maktubun ismi maf'ul, maktabun ismi makan. Demak, mana bundan har xil misollarcha turinib chiqdi. Demak, mutasarrif fe'l degan undan qanday qilgan? Tatasarrafu fil madi wal mudari wal amr va tu'khadu minha al-mushtaqqat. Undan mazi, muzari, amri turinadigan va undan mushtaqlar ilinadigan, ya'ni katibun, maktubun, maktabun deganga o'xshagan
mushtaq ismlar qanday qilinadigan, ilinadigan fe'llarni biz nima deymiz? Mutasarrif fe'l deymiz. İkinchisi qaysi fe'l? Jamid fe'l. Ham jamid fe'l degan gap bu to'nglab qolgan degan gap buning ma'nosi. Ya'ni buni dal mutasarrif fe'lning aksi. To'nglab qolgan degan gapning ma'nosi shu-ku. Ya'ni va hiyallati talzimu suratan wahida. O bir xil ko'rinishni lozim tutadigan, ya'ni o'zgarmaydigan, ya'ni turlanmaydigan fe'l. Shunda fe'lmi bormi? Bor. Va la tatasarraf qanday qilgan turlanmaydigan deydi. Masalan, laysa. Bu laysidan ism fa'il chiqamdi, laysidan fe'li mudori chiqamdi. Faqat buning mazisi va ama mudorichi, amrisi yo'q. Asa, bi'sa, ni'ma. Mana bu fe'llarni biz deymiz jamid fe'l, turlanmaydigan fe'l deymiz. Ya'ni buningda mudori chiqmaydi, amri chiqmaydi, ism fa'il ya'ni mushtaqatlar chiqmaydi. Endi biz bu yerda mutasarrif fe'lni bildik, ya'ni turiladigan fe'llar ekan. Jamid fe'lni bildik, ya'ni turlanmaydigan, muzlab qolgan fe'llar ekan. Bunda olsa bu ilmi sarf, morfologiya ilmi qaysini haqida so'zlaydi? Ya'ni morfologiya ilmiga aloqador bo'lgan turi qaysi desa, mutasarrif fe'l. Biz jamid fe'l haqida-chi grammatikada, ya'ni nahv to'xtalamiz, sarf ilmida to'xtalmaymiz. Endi biz bu mazmunlarni ixchamlasak, al-af'al fe'llar mutasarrifa turinadigan fe'llar. Bu qanday fe'llar? Va hiyallati tatasarrafu fil madi wal mudari' wal amr va tu'khadhu minha al-mushtaqqat. O uning mazi, muzari, amrida turinadigan va uningdan mushtaqqatlar, ya'ni mushtaq ismlar. Bu qaysi? Ism fa'il, ism maf'ul, ism makan deganga o'xshagan mushtaq ismlar ilinadigan. Bundaq fe'llarni bo'ladi, mutasarrif fe'l bo'ladi. Masalan, kataba, yaktubu, uktub, katibun, maktubun, maktabun deganga o'xshagan. İkincisi qaysi? Jamida. Ya'ni jamid fe'l. O qanday fe'l desa, u bir xil ko'rinishda lozim tutadigan, turlanmaydigan fe'l. Masalan, laysa, asa, bi'sa, ni'ma. Bu fe'llar muzari, amr, ism fa'il va mushtaqatlar qanday qilmaydi? Chiqmaydi. Mana bu fe'llarni biz deymiz jamid fe'l deymiz. Bizning sarf ilmiga aloqador bo'lgan turi qaysi? Mutasarrif fe'l. Mana bugungi darsimizdagi ismlarning taqsimoti va fe'llarning taqsimoti haqidagi muqaddima mushayada oxirlashdi. Ya'ni bugunlik darsimiz mushayada oxirlashdi. Buni oxirida sizlarga ko'nikma berilgan, buni sizlar ishlaysizlar. Masalan, deydi, ixtaril ijabata sahiha fi ma yali. Tuandagidan to'g'ri javobni tanlang. Birinchisi, maxtalafa akhiruhu bi ixtilafil awamil. Omillarning xilma-xil bo'lishi bilan uning oxiri xilma-xil bo'lg'ini nima bo'ladi? Qanday qism bo'ladi? Mu'rab ism bo'ladi. Shu bo'yicha tanlaysizlar. İkincisi, jaa Muhammadun. Muhammad degan so'z mu'rabmi mabnimi? Mu'rab bo'lsa mu'rabni tanlaysizlar, mabni bo'lsa mabni tanlaysizlar. Shu bo'yicha to'g'ri javobni tanlaysizlar, bu sizlarga qolib qoldi. Unda bo'lsa vaqtlar bugungi darsimiz mushayada oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.